Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz bugundan Xudo xolasa ish faoliyatlarimizni boshladik. Xo'p, biz narx-navolarda aytib o'tamiz. Sexdan chiqib ketayotgan tunikalarimizni. Xo'p, 0 turlik qalalik tunikamizni 1 kvadrati 52 ming so'mdan chiqib ketyapti. Xo'p, ustakalarimiz bo'lsa hamkorlikka chaqiramiz. Manzillarimizni aytib o'tamiz. Manzillarimiz Asakada, Ulug'bek ko'chada, Eski Oqoy zavod mahallasida. Ko'rib turganingizdek, mana shaxmatlar ham o'ta ideal holatda bo'lib chiqadi. Unaqa qiyinchilik joy yo'q, unaqa u yog'ini aylantirib, bu yog'ini aylantirib bo'lmaydi bizda. Xo'p, hattoki mana shularni ham kvadratga beramiz. Ko'pchilik meni oldimga kelyapti, mana shunaqa lolalarni qilib bering deb kelyapti. Bu lolani mana shunday pataloylarini mendan olmay boshqa sexdan oladigan bo'lsa, mana shu lolalarni 5 ming so'mdan sotaman donasini. Agarda hamma yo'g'ini meni o'zimdan oladigan bo'lsa, bu ham albatta 52 ming so'mni kvadratga kirib ketadi. Hattoki mana shu shaxmatimizda do'ppilari ham bor. Do'ppilari boshqa sexda 2 ming so'mdan tayyorlash beradi. Men esa kvadratga beraman albatta. 100 donasi 1 kvadrat bo'ladigan bo'lsa 52 ming so'm bo'ladi. Agar 2 ming so'mdan bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'm pul degani. Shu 200 ming so'mga 3,5 kvadrat tunika buktirib oladi. Xo'p, 0.35 qalalik tunikamizni 1 kvadratiga keladigan bo'lsak, 48 ming so'mdan bukib tayyorlab beryapmiz sexdan. 0.37 larda esa 50 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Sizlarga narx-navolar qoniqarli bo'layotgan bo'lsa, video ostiga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, bizning qilayotgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Agarda uy xonadoni ustalaringiz bilan kelib o'zingiz qilib qatirib bering deydigan bo'lsa, biz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha ish faoliyatlarimizni olib bormoqdamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ustaxon Sher bo'ldi. Rahmat hammaga.